Hozir men o'zbek tilini o'rganyapman va Instagram orqali o'zbeklar bilan muloqot qilyapman. O'zbek tilida kontent joylaganingizda o'zbekistonliklarning munosabati qanday bo'ldi? Odamlar bilan bevosita muloqot qilishni, O'zbekiston madaniyatini ichidan his qilishni xohladim. Men koreyalikman deyish o'rniga men koreyskiy deb yuborganman. Keyin bu so'zning noto'g'ri ma'noga ega ekanini bilib juda uyalganman. Men boshqa davlatlarga ham sayohat qilganman, lekin O'zbekiston yana kelishni istaydigan eng jozibali davlatlarimdan biri bo'lib qolaveradi. Bozor va to'y marosimlariga borish orqali o'zbek xarakterini his qila oldingizmi? Oshni ham birinchi marta tatib ko'rganimda mazasi juda notanish tuyuldi. Somsa va shashlik esa juda yoqdi. Hayur yoringman, keligin yor o'ynaylik. Men sen sevgan yoringman, keligin yor o'ynaylik. O'zbekiston juda yaxshi ko'raman. O'zbekiston juda zo'r. Assalomu alaykum. Bugungi kunda o'zbek tilida muloqot qiluvchilar soni 50 milliondan oshar ekan. Bugungi rivojlanib borayotgan hayotimizda o'zbek tilini o'rgatayotgan chet elliklarni xohlagan davlatimizda uchratishimiz mumkin. Bugungi mehmonimiz Koreya Respublikasidan kelgan Yunni bloger bo'ladilar va bugun u kishi bilan o'zbek tilini o'rganishdagi qiziqarli holatlar va o'zbek tilini o'rganishga turtki bo'lgan holatlar haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men Koreyadan kelgan Yunniman. Hozir men o'zbek tilini o'rganyapman va Instagram orqali o'zbeklar bilan muloqot qilyapman. O'zbekiston madaniyati va odamlariga qiziqib, shuning uchun men o'zbek tilini o'rganishni boshladim. O'zbek tilida juda ham chiroyli gapirar ekansiz. Katta rahmat. Yana keyin vazifa berishdi. Okey, ketdik. Kishida kishimeshi pishimasmeshi, kishimeshi kishida pishimasmeshi. 이기타 토크 사실릭 베링 비타논 베링 라맛 뜨거 피오즈 오즈로크 베링 기가 막걸리 tamam. Men O'zbekistonda o'zbekcha gapirish odamlarning o'zlishas bo'ladi. Birinchisi. Ikkinchisi. Zo'r. Uchinchisi. Siz o'zbek tilini juda yaxshi gapiryapsiz. Qayerda o'rgandingiz? Koreyadan keldingizmi? Tamam. Men bitta savol bor. Bu nima o'z? Men endi bozori bo'lib qoldimmi? Kelinglar. Tamam. Bu nima o'z? Giljakchi chaldi. Giljakchi. 만들도록 노력을 하시더라고요. Sizning Instagram sahifangizni ko'rib chiqdim. Siz o'zbek tilida videolar tayyorlab, bu tilni o'rganishga astoydil harakat qilayotgan ekansiz. O'zbek tilini o'rganishga nima sabab bo'ldi? Va o'zbek tilida kontent joylaganingizda o'zbekistonliklarning munosabati qanday bo'ldi? Shu haqida gapirib bersangiz. 댓글들도 이야기해 주시면 감사하겠습니다. 일단 제가 우즈베거를 배우게 된 계기는 Men o'tgan yilning oktyabr oyidan boshlab o'zbek tilini o'rganishni boshladim. O'sha paytda shaxsiy sabablar bilan O'zbekistonga kelgandim. Avvaliga sayohatchi sifatida qiziqarli safar qilish maqsadida kelgandim va til o'rganish haqida jiddiy o'ylab ko'rmagandim. Hozirda tarjima uchun sun'iy intellekt anchayin mukammal ishlayapti. Ular yordamida bemalol muloqot qilish mumkin deb o'ylardim. Ammo bir oy davomida O'zbekistonda yashab, odamlar bilan uchrashib, suhbatlashganimdan so'ng fikrim butunlay o'zgardi. Ko'chada ham, restoranlarda ham odamlar menga qiziqish bildirishdi, suhbat qurishga harakat qilishdi. Lekin men ularni to'liq tushuna olmadim va erkin gaplasha olmadim. Bu esa menda biroz noqulaylik hissini uyg'otdi. Shunda tushundimki, muloqotda sun'iy intellektga tayanib bo'lmaydi. Odamlar bilan bevosita muloqot qilishni, O'zbekiston madaniyatini ichidan his qilishni xohladim. Til o'rganish orqali muloqotdagi to'siqlar yo'qolishini angladim. Shundan so'ng mustaqil ravishda o'zbek tilini o'rganishni boshladim. 이게 언어를 모르면 어느 정도의 벽이 없어지질 않는구나라는 거를 정말 많이 느꼈어요. 그래서 저도 한국인들한테 우즈베거를 가르쳐 본 경험이 있는데
Havas qilsa arziydi, juda katta jasorat. Men ham Koreyada koreys talabalarga o'zbek tilidan dars berganman. Kuzatishimcha, koreyslar o'zbek tilini rus yoki ingliz tiliga qaraganda osonroq o'zlashtiradilar. Siz tilni o'rganishni boshlaganingizda qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Qaysi manbalardan foydalandingiz? Qiziqarli jihatlari nimada bo'ldi? 어떤 어려움이 있었는지, 어떤 자료를 활용했는지, 언어를 접할 때 어떤 흥미로운 일이 있었는지에 대해서 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 일단 제가 지금 공부하는 방식을 먼저 설명을 해드려야 될 것 같은데 Avvalo til o'rganish usulim haqida aytsam, men Dilshod Akromov yozgan o'zbek tili kitobi orqali boshlang'ich bilimlarni oldim. Instagramda kontent joylaganimda izohlarga javob yozish jarayonida sun'iy intellektdan foydalanaman. So'z ma'nosi yoki zamon shakllarini aniqlab berishini so'rayman. Asosan shu tarzda o'rganyapman. Koreyada o'zbek tilini o'rganish uchun manbalar hali yetarli emas. Tizimli darslar yoki o'quv materiallarini topish qiyin. Bu esa eng katta qiyinchiliklardan biri deb o'ylayman. 빼고 알려줘. 이런 식으로 이제 하면은 그 번역기가 다 알려주는데 그런 거를 활용해서 지금 공부를 하고 있어요. 근데 왜 제가 번역기를 이용해서 공부를 하냐면 가르쳤을 때 그 학생들도 그랬어요. 우즈베크어를 더 깊이 배우고 싶은데 뭐 To'g'ri, men ham Koreya Respublikasida koreys talabalariga o'zbek tilini o'rgatish jarayonida shuni kuzatganman. Ayniqsa ular qo'shimcha tarzda tilni o'rganishda talaffuzni mashq qilish uchun amaliy darslar yoki video qo'llanmalar yetishmasligini ta'kidlashgan. Ehtimol siz noto'g'ri talaffuz sababli kulgili holatlarga tushgandirsiz. 올바르게 발음하지 못해서 뭐 그런 뭐 재밌는 일이 있었을 건데 네. 그런 일이 있었나요, 혹시? 제가 이제 우즈벡 선생님 지금 기자분이 말씀 주신 것처럼 Ha, bo'lgan. Bir safar o'zbek tilida video joyladim, lekin talaffuzim koreyscha ohangda eshitildi. So'zlar o'zbekcha, talaffuz esa o'zgacha. Shunda bir o'zbek izoh qoldirib, men ham koreys tilida gapirsam, shunaqa noodatiy eshitiladimi deb yozibdi. Yana boshqalar esa agar subtitr bo'lmaganda tushunish qiyin bo'lardi deb hazillashdi. 그 밑에 달린 댓글 중에서 와, 나도 한국어로 말하면 이렇게 들리나? 라는 댓글이 달렸었어요. 네. 그리고 또 어떤 분들이 네. 저도 외국인으로서 처음으로 한국어를 배웠을 때 Koreyada ilk bor ishlaganimda tasodifan tiyok, guruchli taom o'rniga zahar deb yuborganman. Koreys oshxonasida mehmonga to'q olib kelib beraymi deb so'rasam, u men o'lishni istamayman degan edi. Natijada kulgili va noqulay vaziyat yuzaga kelgan. Chet tilini o'rganishda shunday xatolar bo'lib turadi. 했는데 그분이 놀래서 제가 죽고 싶지는 않아요 하는 거예요. 그래서 제가 그다음 바로 생각을 했는데 제가 잘못 발음했다. 부끄러웠습니다. 선생님도 그런 일이 많이 있을 겁니다. 네, 저도 저번에 이제 Ha, men ham shunday xato qilganman. Men koreyalikman deyish o'rniga men koreyskiy deb yuborganman. Keyin bu so'zning noto'g'ri ma'noga ega ekanini bilib, juda uyalganman. 네. 근데 이제 그 뜻을 알게 돼서 네, 이런 일도 누구나 Albatta, bunday xatolar til o'rganish jarayonining tabiiy qismi. Endi savolim, siz yangi tilni o'rganishni boshlagan yoki boshlashga qo'rqib turgan kishilarga qanday motivatsiya bergan bo'lardingiz? Masalan, o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lgan koreyslarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? 제 생각에 언어 공부는 완벽하게 시작은 할 수는 없는 것 같아요. 그리고 Yangi chet tilini o'rganish eng qiziqarli hobbi hisoblanadi, lekin tilni o'rganishni boshlaganda xatolardan qochib bo'lmaydi. Tilni o'rganishda avvalo qiziqish uyg'onishi lozim. Qiziqishni uyg'otish uchun esa birinchi navbatda o'sha millatning madaniyati bilan tanishish, tarixiga sayr qilish va odamlari bilan bevosita muloqot qilib ko'rish zarur. Shundan so'ng tilni faol o'rganish orqali tilga chuqurroq kirib borish mumkin. Shuningdek, xato qilish yoki noto'g'ri so'zlashdan qo'rqmaslik kerak. Men o'zbek tilini o'rganish jarayonida noto'g'ri talaffuz qilganim uchun hech kim meni ustimdan kulmagan. Aksincha, rag'batlantirishdi, qo'llab-quvvatlashdi. Xato qilishdan qo'rqqanimda o'rgana olmagan bo'lardim. Bu esa menda o'zbek millatiga hurmatimni oshirdi. Menga ishonch taqdim etdi. 발음이나 이제 뭐 틀린 말을 하더라도 누구도 비웃지 않거든요. 네. 보니까. 그리고 또 엄청 응원들도 많이 해주시고 네, 너무 좋은 말씀을 하셨는데요. Ha, men ham sizning fikringizga qo'shilaman.
Tilni madaniyatdan ajratib bo'lmaydi. Til va madaniyatni birga o'rganish orqali tilni yaxshiroq tushunish mumkin. Shuningdek, madaniyat bilan yaqinroq tanishish orqali tilga bo'lgan hurmat va qiziqish yanada ortadi. Tilni o'rganish bu o'sha millatni tushunish deganidir. 적인 지름길이라고 할 수 있습니다. 네. 유니블로그님이 우즈베키스탄에 얼마나 계셨나요? Keyingi savolimni bersam, siz O'zbekistonda qancha vaqt bo'ldingiz? Bu tajribangiz orqali boshqa chet elliklarga O'zbekiston haqida kengroq tanita olasizmi? 홍보해 보시겠어요? 자기 경험으로. 제가 10월 달에 한 달 정도 있었고, 이번에는 3주 정도 있었는데, Men o'tgan yili oktyabr oyida bir oy atrofida O'zbekistonda yashadim va qiziqishim sababli qaytib keldim. Hali tarixiy shaharlarning barchasini ko'ra olmadim. Men Toshkent va Termizda bo'ldim. O'zbekiston tarixiy merosi bilan ajralib turadi va odamlari juda samimiy. Shuning uchun O'zbekiston albatta kelishga arziydigan chiroyli davlat deya olaman. Men boshqa davlatlarga ham sayohat qilganman, lekin O'zbekiston yana kelishni istaydigan eng jozibali davlatlarimdan biri bo'lib qolaveradi. Ayniqsa madaniyat va tarixga qiziqqanlar bu yerga kelib ko'pgina qiziqarli ma'lumotlarni olishlari mumkin. 역사 쪽에 관심이 많은 분들이면은 오시면은 정말 좋아하실 거라고 제가 확신합니다. 네. Unda iltimos, bevosita tavsiya qilasizmi? O'zbekistonga keling deb o'zbek tilida ayta olasizmi? 하실 수 있으세요? 우즈베키스탄에 알바타 기링. 우즈베키스탄과 알바타 켈링. 네, 너무 좋아요. Ajoyib, demak siz ko'pgina davlatlarga sayohat qilgansiz. Qaysi davlatlarga tashrif buyurganingiz haqida va ularning O'zbekiston bilan farqi haqida gapirib bera olasizmi? 우즈베키스탄은 어떤 특징으로 서로 차이가 있는지에 대해서 말씀해 주시겠어요? 제가 가봤던 여행지는 일단 지금 기억나는 대로만 말씀을 드리면은 Yodimda qolgan davlatlarni sanab o'taman. AQSh, Kanada, Avstraliya, Ispaniya, Shveysariya, Italiya, Dubay, Vyetnam kabi davlatlarga sayohat qildim. Juda ko'p davlatlarga sayohat qilgan ekansiz. 우즈베키스탄은 그 중에서도 제가 되게 기억에 남는 나라 중에 하나였거든요. Ha, ko'p sayohat qilganman, lekin O'zbekiston ancha vaqtgacha yodimda qoladigan davlatlarimdan biri. Bu yerda men samimiylikni his qildim. Koreyada insoniylik mehri jo'shgan maskan degan ibora bor, ya'ni samimiy jamiyatni shunday ifodalaydi. O'zbekistonda ham his qilganim shuki, odamlari juda iliq, mehmondo'st. Men qayta sayohat qilishni istaydigan davlatlar ko'p emas, lekin O'zbekiston imkon bo'lsa uzoqroq yashashni xohlaydigan davlatimdir. 내가 기회만 된다면은 여기서 좀 살아보고도 싶다라는 생각을 할 정도로 네, 정말 맞아요. 매력적인 나라라고 생각을 해요. 네, 너무 좋네요. 우즈베크어에서는 이런 말이 있습니다. O'zbek tilida shunday ibora bor. Bir millatni yaxshiroq anglamoqchi bo'lsang, u davlatning bozori va to'yiga borib ko'r. Ya'ni bir millatni yaxshiroq tushunish uchun ularning bozoriga va to'y marosimlarida ishtirok etish lozim. Sizda ham shunday imkoniyat bo'ldimi? Bozor va to'y marosimlariga borish orqali o'zbek xarakterini his qila oldingizmi? 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 하, 맨, 초르스 보절, 올로이 보절, 보르듬. Shuningdek, to'yda ham qatnashdim. Bozorda hamma narsa tartibli, mahsulotlar rang-barang, odamlar esa juda ko'p. Bozorga borganimda meni mamnun qilgan jihat shuki, quruq mevalarni tanlab olish uchun har bir mahsulot did bilan bezatilgan. Mehmon deya e'zozlab, bepul sovg'a ham berishdi. Juda iliq kutib olishdi. Bozorda haqiqiy samimiylikni his qilganimdan u yerga mehrim tushdi. 느낄 수 있어서 너무 좋았습니다. To'ylarimizga ham bordingiz, to'g'rimi? Ha, to'yga ham bordim. To'yda meni hayratga solgan holatlar juda ko'p bo'ldi. Koreyada to'y deyarli 1-2 soat ichida tugaydi. Lekin O'zbekistonda to'y oldidan barcha oila a'zolari yig'ilib tayyorgarlik ko'rishar ekan. Bir kun oldin erkaklar sabzi to'g'raydi, ayollar esa to'yga tayyorlanadi va hamma birga kulib dildan suhbatlashadi. To'y kuni ertalabdan kechgacha butun qishloq bayram qiladi. Raqsga tushadi, ovqatni birga taqsimlaydi. Hamma juda xursand va quvnoq bo'ladi. Xuddi katta festival kabi nishonlashar ekan. 또 굉장한 신선한 문화 충격이었어요, 그게. 네네, 저도 한국 결혼식에 가본 경험이 있는데
Ha, men ham Koreya to'ylarida bo'lganman. U yerda to'y odatda 2 soat davom etadi va raqs yoki boshqa tadbir bo'lmaydi. Siz bizda 3 kun davom etadigan to'yni ko'rgansiz, to'g'rimi? O'zbekiston to'ylari 3 kun davom etadi. Birinchi kun sabzi to'g'rash marosimi, ikkinchi kun ertalabdan kechgacha osh tayyorlash, nahor oshi marosimi, uchinchi kun esa yangi kelinlarni ko'rish va salomlashish marosimi bo'lib o'tadi. 있는데 그래서 우리나라 결혼식이 3일 진행하는 거예요. 아, 그거면 3일째 때 저도 봤던 것 같아요. 그때 이제 Men ham 3-kun to'ylaringizni ko'rganman. O'sha kuni xonada go'shtni to'g'rab, unli taomlarni tayyorlashganini ko'rdim. 네네. 굉장히 재미있고 그래서 거기에도 아주 재밌고 신부님 인사하면 3 kunlik to'yda kelin salom berganda sovg'a ham beriladi va qiziqarli tadbirlar bo'ladi. Shuningdek, qo'shnilar bir-biriga yordam berib, bir-birining og'irini yengil qilganini ham ko'rgansiz, to'g'rimi? 주는 것을 아마 확인하셨을 거예요. 맞아요. 거기서도 이제 Ha, to'y kuni yonimda tarjimonim bor edi. Undan yelib yugurib yordam berayotgan odamlarning kimligini so'radim. Ular qo'shni ekanini aytdi. Ular to'y egasining oila a'zosi, o'z uyidagidek yordam berishar ekan. O'zbek xalqining bu xarakteri hurmatga loyiq. 일처럼 정말 잘 도와주는구나라는 거를 보고 또 그거에서 또 충격을 받았습니다. 누구나 외국 여행 나갔을 때 꼭 Har bir chet ellik sayohat qilganida o'sha davlatning taomlarini tatib ko'rishi tabiiy holat. Siz qaysi taomlarimizni tatib ko'rdingiz va Koreyaga qaytgach, taomlarimizdan qaysi birini yana sog'inaman deb o'ylaysiz? 꼭 먹고 싶겠다라는 생각이 드시는 그런 음식이 있으면 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 저는 와서 오시 그리고 Men osh, somsa, shashlik, xonim, non va kartoshka bilan go'shtdan tayyorlangan taomlarni yedim. 고기 요리 감자랑 이렇게 해서 한 커전 Qozon kabobni tatib ko'rgansiz chamamda. 네, 그걸 이제 Ha, xuddi shunday. Ammo ba'zi ziravorlar bizning mamlakatda yo'qligi bois birinchi marta biroz moslashish qiyin bo'ldi. Oshni ham birinchi marta tatib ko'rganimda mazasi juda notanish tuyuldi. Somsa va shashlik esa juda yoqdi. Koreyada eng ko'p yeyishni istaydigan taomim tovuq shashlik bo'ladi. Nazarimda juda mazali. 먹고 싶을 것 같습니다. 아, 그게 네. 제일 맛있었어요. 네, 주다 부드럽고, 마잘리. 네, 주다 마잘리. 네. 만일 기회가 주어지고 우즈베키스탄에 Agar sizga imkoniyat berilsa va O'zbekistonda davomiy yashasangiz, qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz, albatta amalga oshirmoqchi bo'lgan rejalaringizni biz bilan bo'lisha olasizmi? 우리하고 공유하시면 감사하겠습니다. 네, 제가 좀 긴 기간 머물거나 우즈베키스탄에 살 기회가 주어진다면 가장 Agar men uzoq vaqt davomida O'zbekistonda yashasam, eng birinchi qilmoqchi bo'lgan ishim shunday bo'lardi. Tarixiy shaharlarga, masalan, Samarqand, Xiva, Buxoro, Andijon, Jizzax kabi shaharlarning go'zal joylariga tashrif buyurish va ularni bir xorijlik sifatida tomosha qilgan bo'lardim. 외국인의 시선으로 Shu sayohatlarimni videoga olib, atrofimdagi odamlarga ko'rsatishni xohlardim. Shu orqali O'zbekistonni his qilishni, video kontentlar olib O'zbekistonliklar bilan ham baham ko'rishni istayman. 우즈벡 사람들한테도 Men bu davlatning bir bo'lagi bo'lishni his qilib ko'rgan bo'lardim. 받아들여지고 또 어떻게 느낄지 그게 되게 해보고 싶어요. 네. 꼭 그 꿈이 이루어지길 바랍니다. 네. 앞으로 Bu orzuyingiz albatta amalga oshishiga tilakdoshmiz. Bundan biz ham mamnun bo'lamiz. 기쁠 겁니다. 네. 아, 그리고 하나 더 말씀드리면 Shuningdek, yana bir narsani aytmoqchiman. Agar O'zbekistonda yashash imkonim bo'lsa, yaqinlarimni O'zbekistonga taklif qilgan bo'lardim. Ular mening O'zbekistonga kelganimni eshitishsa, doim katta qiziqish bildiradi. O'zbekistonda nima qilding deb so'rashsa, men batafsil aytib berganimda, ular men ham borishni xohlayman deb aytishadi. Hozir men sayohatchiman, lekin O'zbekistonda yashasam, barcha yaqinlarimni taklif qilib va O'zbekistonning o'zgachaligini ko'rsatgan bo'lar edim. 우즈베키스탄으로 초대를 해서 우즈베키스탄을 보여주고 싶어요. 주대야 맞아요. 나중에 꼭 지인들을 Juda ajoyib. Kelajakda do'stlaringizni taklif qilib, O'zbekistonni tanitishingizni umid qilamiz. Shuningdek, tomoshabinlarimiz uchun o'zbekcha she'riy satrlar yoki maqollar, xalq so'zlarini yodlagan bo'lsangiz, bo'lisha olasizmi? 지금 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네. 아가르 부 이시니 한마 클라올사 데막 세남 클라 올라산 아가르 우니 해치킴 클라 올마사 데막 센 브린치 볼라산 너무 좋네요. 이라는 말을 공유하고 싶습니다. agar bu ishni hamma qila olsa,
demak sen ham qila olasan. Agar bu ishni hech kim qilmagan bo'lsa, demak sen birinchisan. Nomu imiga kippen myongonini. Bu juda chuqur ma'no, juda ajoyib gap. Shuningdek, she'r yoki qo'shiqni bilasizmi? Ha, men bir o'zbek milliy qo'shig'ini bilaman. Ajoyib, birga aytib ko'ramizmi? 시작하면은 하이요르 요르 요링만 켈리긴 열 오이나이리 하이요르 요르 요링만 켈리긴 열 오이나이리 맨세니 세부간 요링만 켈리긴 열 오이나이리 맨세니 세부간 요링만 켈리긴 열 오이나이리 Judayam ajoyib. Rahmat sizga. 카타라마 저는 o'zbekora 짧은 Endi qisqa tezkor savol-javob qilamiz. Sizga 2 variant beraman. Shulardan o'zingizga yoqqan birini tanlaysiz. Savollar koreys tilida, variantlar esa o'zbek tilida bo'ladi. 하는 거예요. Toshkent yoki Termiz. 첫 질문부터 너무 어려운데요. Birinchi savolingiz qiyin ekan. Go'zal shaharni tanlash kerak bo'lsa, Toshkent shahri chiroylisi, Termiz esa iliq va samimiy shahar. Termiz men uchun O'zbekistonni sevishga sabab bo'lgan shahar. 그래요? 그러면은 Demak, Termizga borganingizda esda qoladigan voqea bo'lgan, shundaymi? Ha, u yerda o'tkazilgan to'y orqali odamlarning mehrini birlashishini his qildim. 맛있는 음식, palov yoki somsa. 썸사로 Somsani tanlayman. Chorsu bozori yoki Oloy bozori. 초르수 버저 네. Madaniyat yoki til. 알바타 마다니안 Nomi 좋아요. Qaysi biri qiyinroq? O'zbek tili O'zbek tili grammatikasi yoki fonetikasi? yoki fonetikasi. 할리 맨가 Hozircha menga ikkisi ham qiyin, lekin faqat bittasini tanlashim kerak bo'lsa, fonetikani tanlayman. 일단은 발음을 꼽겠습니다. 네. Hali sizga hammasi qiyin va bittasini tanlash kerak bo'ladigan bo'lsa, fonetikani tanlaysiz. O'zbekiston saramdirin mehmondo'st yoki shirin so'z. 이켈라스 함 Ikkalasi ham o'zbekistonliklar mehmondo'st va shirin so'z. Juda ham yaxshi, rahmat sizga kattakon. Majimagro urishi Va oxirida tomoshabinlarga aytishni istagan tilaklaringiz bo'lsa, yetkazsangiz minnatdor bo'lar edik. 우즈베키스탄 오뎀라르 주다 일레크 슈닝 우춘 카타라만 우즈베키스탄 주다 약시코라만 우즈베키스탄 주다 졸 오뎀라르 샤몰라망 차르차망 오마드 틸라이만 바흐틀리 볼링 카타라만 하이엘 Xayr. Rahmat sizga ham bugungi samimiy suhbat uchun. Kelajakda o'zbek tilini chin dildan o'rganib, O'zbekistonni koreyslarga yana ham yaqinroqdan tanishishingizni umid qilib qolamiz. Kelajakda o'zbek tilini yanada chuqurroq o'rganib, O'zbekistonni kengroq tanitasiz. Bugun biz bilan suhbatda bo'lganingiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.